Assalomu alaykum hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugungi o'quv soatida yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan ahamiyatga molik voqealar tafsiloti hamda davlat xizmatchilarining professional kompetensiyalarini rivojlantiruvchi video lavhalar namoyishi e'tiboringizga havola etiladi. 21 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev intellektual mulk, arxiv ishi va yuridik ta'lim sohalarini isloh qilishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda qonunchilikdagi bo'shliqlarni bartaraf etish va tartibga solish yukini kamaytirishga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi siyosiy byurosi a'zosi, Tashqi ishlar bo'yicha komissiya devoni rahbari, Tashqi ishlar vaziri boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurish loyihasini faol amalga oshirish va uni boshqa transport yo'laklari bilan bog'lash muhimligi qayd etildi. 24 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sudyalar hamjamiyati organlari faoliyatining samaradorligi va ochiqligini oshirish hamda sud mustaqilligi kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni imzolandi. Xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari Urgut misolida imkoniyatlarni tahlil qilib, vazirlar va hokimlar oldiga keyingi 3 yil uchun aniq vazifalarni qo'ydi. Prezident Samarqandda sog'liqni saqlashni raqamlashtirish va kardiologiya xizmatini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. 26 noyabr kuni davlatimiz rahbari Prezident Olimpiadasi o'yinlarining ochilish marosimida ishtirok etdi. Toshkent shahridagi ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva administratsiya hamda aloqador idoralar rahbariyati ishtirokida Toshkent shahridagi ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi magistratura dasturining rasmiy ochilishi bo'lib o'tdi. Mazkur o'quv yilida jami 165 nafar tinglovchi o'qishga qabul qilindi. O'zbekistonda davlat xizmatchilarining salohiyatini oshirish loyihasi ishga tushirildi. Pilot dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi va Koreya xalqaro hamkorlik agentligi ko'yka hamkorligida amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoni ijrosi doirasida rahbar ayollar maktabining eng salohiyatli tinglovchilari uchun navbatdagi stajirovka Fransiyaning Parij shahrida o'tkazilmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi Fransiyada davlat xizmati va kadrlar siyosatini takomillashtirish bo'yicha xalqaro tajribani o'rgandi. Hurmatli tinglovchilar, endi navbat hodisa sodir bo'layotgan voqealar tafsilotiga. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 25-27 noyabr kunlari Qirg'izistonga davlat tashrifi bilan keldi. Donald Trump sun'iy intellekt yordamida ilmiy taraqqiyotni tezlashtirishga qaratilgan milliy dastur Genesis missiyasini ishga tushirdi. Platforma tajribalarini avtomatlashtirish, simulyatsiyalarni tezlashtirish va prognoz modellarini yaratish imkonini beradi. Malayziya 2026-yildan 16 yoshga to'lmaganlarga ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda akkaunt ochishni taqiqlashni rejalashtirmoqda. Xitoyning Shandun provinsiyasida Chayuan atom elektr stansiyasi qurilishi boshlandi. Loyiha yiliga 50 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi chiqarishni ko'zda tutadi va 5 million aholi ehtiyojini qondiradi. Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston energetiklari Taxtagul suv ombori uchun qishki elektr energiyasi va kelgusi vegetatsiya davriga suv zaxirasini ta'minlash bo'yicha hamkorlikni kelishib oldilar. 23 noyabrda Janubiy Afrikada o'tgan katta 20lik davlatlar sammitida AQSh, Rossiya, Xitoy rahbarlari qatnashmadi. Ammo delegatsiyalar ishtirok etdi va birinchi kunda umumiy deklaratsiya qabul qilindi. Assalomu alaykum. Quyida biz e'tiboringizni taniqli jurnalist va olim Salim Doniyorovning Yangi O'zbekiston orzusi nomli maqolalar to'plamiga qaratmoqchimiz. Gap shundaki, kitobdan o'rin olgan turkum maqolalarda ezgulikka yo'g'rilgan sa'y-harakatlar, jumladan vatanga muhabbat, yurt koriga yarash, obodlik, bunyodkorlik ishlari, shuningdek asrlarga tengdosh milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat kabi tuyg'ular haqida hikoya qilinadi. Ta'kidlash joizki, jurnalistning ijtimoiy siyosiy yo'nalishdagi maqolalarida Yangi O'zbekistonni qurish yo'lida davlatimiz rahbarining olib borayotgan asrlarga tatigulik islohotlari haqida hikoya qilinadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy, huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy islohotlar jarayonida xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilish kerak degan muhim konstitutsiyaviy tamoyilni joriy etishga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Buning sababi nimada? Shu o'rinda mamlakatimizda davlat va hokimiyat idoralari uzoq vaqt davomida xalq hayotidan uzilib qolganini qayd etish lozim. Siyosiy huquqiy nuqtai nazardan davlatga xalq xohish irodasini ifoda etadigan organ deb e'tirof beriladi. Davlatni kim shakllantiradi? Xalq va uning muxtor vakillari. Binobarin davlat va uning organlari avvalo kimga xizmat qilishi kerak? Albatta xalqqa, turli mansab egalariga ovoz bergan va ishonch bildirgan fuqarolarga.
Shu ma'noda xalqimiz davlat xizmatidan rozi bo'lishga har tomonlama haqli va munosibdir. Yangi O'zbekiston orzusi to'plamidan prezidentimizning siyosiy irodasi bilan yo'lga qo'yilgan, ta'bir joiz bo'lsa qayta jon ato etilgan keng ko'lamli tarixiy o'zgarishlar, islohotlar haqida so'z ketadi. Muhtaram prezident, yangi O'zbekiston degan tushuncha real voqelikka aylanmoqda. Siz davlat boshlig'i ana shu ijtimoiy siyosiy jarayonlarning tashabbuskori va ularning markazida turgan islohotchi rahbar sifatida bu yangilanishlarning mazmun mohiyatini birinchi navbatda nimalarda ko'rasiz? Yangi O'zbekistonni barpo etish bu shunchaki xohish istak, subyektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan mamlakatimizdagi mavjud siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan obyektiv zaruratdir. Yangi O'zbekiston demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umume'tirof etilgan norma prinsiplariga qat'iy amal qilgan holda jahon hamjamiyati bilan do'stona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanayotgan pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat bo'lgan davlatdir. To'plamdan Yangi O'zbekiston nashrida chop etilgan maqolalar o'rin olgan bo'lib, mohiyat nuqtai nazaridan ikki qismga bo'lingan. Birinchi qismda muallifning taniqli davlat va jamoat arboblari bilan suhbatlari. Ikkinchi qismda esa Yangi O'zbekistonga qo'yilgan tamal toshlardan boshlab yurtimiz, millatimiz istiqboli, sha'ni, obro'si, farovon hayot yo'lida olib borilayotgan sa'y-harakatlarga to'xtalgan. Suhbatlar asnosida mamlakatimizning tarixiy ildizlari, ajdodlarimiz qoldirgan boy meros, jadidlarimiz orzu qilgan hayotning mazmun mohiyati, hozirgi ulkan yangilanishlar, fuqarolarning erkin va farovon hayoti yo'lidagi chin evrilishlar, qo'yingki barcha sohalarda olib borilayotgan ortga qaytmas islohotlar, xoh u siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy, ijtimoiy va tibbiyot, ta'lim yo'nalishi bo'lsa, mana shu yangilanishlarning har birimizning hayotimizda tutgan o'rni haqida mazmunli suhbatlar chop etilgan. Va bularning bari jurnalistik mahorat, siyosiy bilim uyg'unligida e'tiboringizga havola etiladi. Suhbatlar vazirlar bilan o'tkazilganmi va yo siyosatdonlar bilanmi, iqtisodchilar, muhandislar bunda Yangi O'zbekiston tarixi va bugunining 3-renessansining, Yangi O'zbekistonning chinakam yangi sahifalari ochilgani haqida jo'yali fikrlar bilan o'rtoqlashilgan. Javohir bolam, buyuk g'alaba bilan tabriklayman. O'zbek farzandi Yangi O'zbekiston nimaga qodir ekanini dunyoga tarannum qilganing uchun men faxrlanaman bolam. Kimdir der, ne yangi? Nimasi yangi? Bizda bari yangi, hammasi yangi. Yo'l bering, o'zbeklar kelayotirlar. Har bir so'zi yangi, jumlasi yangi. Shaxmatda aqllar bellashadilar. Shaxmatda to'qnashar bilim, zakovat, tafakkur shiddati, gen shafoati. Shaxmatda ko'rinar qondagi qudrat. Kimdir der, ne yangi? Nimasi yangi? Bizda bari yangi, hammasi yangi. Yurtboshim bolam deb bag'riga bosgan oltin avlod yangi. Atamasi yangi. Kutishga chiqamiz aeroportga. Karnay surnaylarning nag'masi yangi. Yo'l bering, o'zbeklar kelayotirlar. Hilpirar bayrog'i, damg'asi yangi. Mester Sendarov, janob Sendarov, dunyoning yangi, atamasi yangi. Endi bari yangi, hammasi yangi. Bu yorug' kunlari, tonglari yangi. Yo'l bering, o'zbeklar kelayotirlar. Dunyo e'tirofi, bonglari yangi. Mester Sendarov, janob Sendarov, ortga qaytmas yo'lbars, hamlasi yangi. Bizning ko'chamizda bayramlar yangi. Bizda bari yangi, hammasi yangi. Bugun Jadid gazetasining 48-sonida chop etilgan ayrim maqolalarni sharhlab o'tamiz. Xususan, gazetadan ijodkor Muhayyo Rustam qizining Fitratning Sevarguli nomli suhbati berilgan. Unda birinchi o'zbek professori Abdurauf Fitratning qizi Sevargul Karomatilla Xo'jayevaning qiyinchilikda o'tgan bolaligi, otasi bilan bog'liq go'zal va unutilmas xotiralari, armonlari, talabalik yillaridagi taqiqlar haqida so'z boradi. Esimda,
Qatag'on qilinganlarning qamoqqa tashlangan ayollari ozod etilgach, onam ham uyga qaytdi. Meni yetaklab hovlimizga bordi. Lekin bizning uyimiz Toshkent shahrining o'sha paytdagi bosh arxitektori Bakayevga berilgan ekan. U bizni uyga qo'ymadi. Onam yozda qamoqqa olingan, havo sovib qolgani uchun yupun kiyimda edi. Hech bo'lmasa kiyimlarimni olay deb yolvordi. Bakayev, kiyim-kechagingni ham olib ketishgan. Hoziroq bu yerdan jo'na. Endi bu uy meniki. Agar qorangni o'chirmasang, militsiyaga berib, seni yana turmaga tashlataman, dedi. Onam turma, militsiya degan so'zdan shunchalik qo'rqib qolgan ediki, jon holatda qo'limdan tutdilar u tramvay yo'ligacha to'xtatmay yugurtirib keldi. Biz har safar Jadid gazetasida Qatag'on qurbonlari haqida so'z yuritar ekanmiz, o'sha davrning og'ir nafasini yurakdan his qilamiz. Nohaq jabrlangan millatdoshlarimizning taqdirini o'ylab qayg'uramiz. Ho'lu quruq barobar nashrning bu galgi sonida professor Rustam Shamsuddinovning ayni nomdagi maqolasi e'lon qilingan. Unda 1937-yil 14-oktyabrda otuvga hukm qilingan jadidchi bobomiz Nabirxo'ja Saidxo'jayevning ayanchli taqdiri bayon etiladi. Nabirxo'ja Saidxo'jayev singari fidoyi insonlar o'z hayot yo'li bilan bizga mudom saboq beradi. Binobarin tarixga nazar tashlash orqali o'zligimizni teran anglay boshlaymiz. Nabirxo'ja Saidxo'jayevning ishonchi baland bo'lgan bir paytda 1936-yilning yozida uning aholi kun-tun ishlasa ham o'zini non bilan ta'minlay olmayapti degan so'zi rasmiy idoralar tomonidan iqtisodiy vaziyat tangligi borasidagi mulohaza emas, davlat siyosatiga qarshi chiqish sifatida talqin qilinadi. Shundan so'ng uning faoliyati jiddiy kuzatuv ostiga olinadi. Nashrdan o'rin olgan shu va boshqa maqolalarning to'liq matnini gazetaning rasmiy sahifalaridan o'qishingiz mumkin. Bir foiz qoidasi haqida eshitganmisiz? Biz ko'pincha tezroq natijaga erishishga harakat qilamiz. Masalan, bir oyda ingliz tili o'rganish yoki bir oyda 10 kilo vazn tashlash yoki qanaqadir muvaffaqiyatga juda qisqa muddatda erishish. Ammo fan shuni ko'rsatadiki, inson miyasi keskin o'zgarishlarni qabul qilmaydi. Eng samarali yondashuv kichik, muntazam qadamlardir. Mana shuni biz 1% qoidasi deb atashimiz mumkin. Bu qoida nimaga asoslangan? Bu qoida shundayki, agar siz har kuni 1% dan yaxshilanib borsangiz, 1 yildan keyin siz o'zingizning 37 baravar yaxshiroq versiyangizga erishishingiz mumkin. Bu matematik metafora, lekin uning tagida haqiqiy psixologik mexanizm yotadi. Inson miyasi takrorlanuvchi mayda harakatlarni avtomatiklashtiradi. Shuning uchun kichik o'zgarishlar miya tomonidan xavfsiz deb qabul qilinadi, stress uyg'otmaydi va asta-sekin mustahkam odatga aylanadi. Katta o'zgarishlar esa aksincha kortizolni oshiradi, tashvish uyg'otadi va tezda charchatadi. Nega odamlar katta o'zgarishlardan ko'ra 1% qoidasi orqali tezroq muvaffaqiyatga erishadilar? Sababi shundaki, bizning miyamiz motivatsiya emas, inersiya bilan ishlaydi. Motivatsiya esa vaqtinchalik, ammo kichik, qayta-qayta bajariladigan harakatlar miyani muqarrar ravishda o'zgartiradi. 1% qoidasi bizga yana nimalarni o'rgatadi? Mukammallik emas, barqarorlik eng kuchli strategiya ekanini. Katta o'zgarishlar birdan yorqin ko'rinadi, lekin tez so'nadi. 1% esa sekin, lekin ishonchli tarzda sizni yangi hayotga olib boradi. Demak, kichik qadamlar bilan hayotimizni yorqin qilishga harakat qilishimiz lozim ekan. Bolalarni burniga tomizdim 2 tomchidan, Odilbekka antivirus ichirdim, Komilbek esa xo'p, yo'talga qarshi damlamani ham ichib oldi. Assalomu alaykum mahalladoshlar, omonmisiz? Shu desanglar, farzandlarim bir hafta mobaynida maktabga bora olmadi. Gripp yuqdi shekilli, rosa istimaladi. Kasalxonaga borsam ko'pchilikda shu ahvol. Shifokor buning asosiy sababi bu yil kuzning ancha quruq kelgani, yog'ingarchilik bo'lmagani sabab havoda viruslar ko'pligini aytdi. Internetda ham shu kunlarda ayni mavzu ko'p muhokama qilindi. Poytaxtning havosi yomonlashganini aytayapman-da. Bilasizmi, bu muammo prezidentimiz boshchiliklarida juda ham qattiq nazoratga olindi. Avvalo bu ishlarni tashkil qilish uchun davlatimiz rahbarining
farmoni imzolandi. Qolaversa, havo tozaligini ta'minlash masalasi uchun alohida maxsus komissiya ham tuzildi. Farmonni birma-bir o'qib chiqdim. Bugun yoki ertangi kun uchun emas, ko'p yillik juda yaxshi rejalar belgilangan. Toshkentda havo sifatini o'lchaydigan 300 dan ortiq yangi stansiyalar o'rnatiladi va maxsus laboratoriya ishga tushadi. Havo sifati indeksi joriy etilib, aholini erta ogohlantirish tizimi yaratiladi. Issiqxona hamda zavodlarda zararli tutun chiqishiga chek qo'yiladi. Filtr o'rnatmagan yoki taqiqlangan yoqilg'i, masalan, shina, mazut yoqqan korxonalar qattiq jarimaga tortiladi. 3 oy muddatda poytaxtning 4 ta yo'nalishida kamida 3 tadan sun'iy ko'l va suv havzalari tashkil etiladi. Esingizda bo'lsa, bundan 5-10 yillar avval televizorda xorij xabarlari orqali Pekinning havosi ifloslanish darajasi oshgani bo'yicha ko'pgina xabarlar berilardi. Xitoy nima qildi? Gigant ishlab chiqarish korxonalaridan tortib maydasigacha filtr o'rnatdi. Bizda ham shunday qilinadi. Sanoat va ishlab chiqarish korxonalarida filtrlar o'rnatiladi. Komissiya bu ishlar bo'yicha qonunchilik talablarining bajarilishini nazorat qiladi. Aytgancha, Sakson markali benzindan voz kechildi. Bu bilan bog'liq chora-tadbirlar ijrosi ham nazoratga olindi. Endi qurilish kompaniyalari ham qurilishni o'ylab qilishadi. Maxsus komissiya qurilish ishlarini amalga oshirishga cheklov va ularga talablar joriy qiladi. Shu jumladan qurilish vaqtida changni bartaraf etuvchi uskunalarni o'rnatishni ham. Endilikda o'rnatilgan me'yorlar buzilgan hollarda havoni ifloslantirayotgan ishlab chiqarishlarga qarshi qat'iy choralar ko'riladi. To'g'rida, odamlar salomatligi haqida gap ketganda murosaga o'rin yo'q. Aytgancha, kecha bozorga borgandim. Ko'chalarda suv sepuvchi mashinalarni ko'rdim. Yo'llar, daraxtlarga suv sepyapti. Fontanlarni ham ishlatib qo'yishibdi. Bu ham tabiiy changni cho'ktirishga yordam beradi. Manajadan so'rasangiz, menimcha daraxt ekaverishimiz kerak. Xitoyda ko'rgandim. Mahalladagi har bir odamning o'z ekkan daraxti bo'lar ekan. Uni butash, suv qo'yishga egasi mas'ul ekan. Shuning uchun mahalladoshlar, keling, kuz, bahor mavsumlarida ko'proq daraxt ekaylik va ularni unib o'sishiga ham o'zimiz mas'ul bo'laylik. Bildirgi, bildirishnoma, bildirish. Bu hujjat ma'lum bir muassasa rahbariga xizmat faoliyati bilan aloqador muhim masalalar yuzasidan yuqori idora mansabdor shaxsga biror bir voqea va hodisa haqida xabar berish zarurati tug'ilganda taqdim etiladi. Unda odatda bayon qilinayotgan masalalar bo'yicha tuzuvchining takliflari aks etadi. Bildirishnomalar kimga va qayerga yuborilishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Ichki bildirishnoma rahbar yoki bo'lim mudiriga yoziladi. Tashqi bildirishnoma esa rahbar tomonidan yuqori idora yoki mansabdor shaxsga yoziladi. Bu kabi bildirishnomalar 2 nusxada yoziladi. Hujjatning 2-nusxasi muassasaning o'zida qoldiradi. Ular rahbar tomonidan imzolanadi. Bildirishnoma tashabbus, axborot va hisobot xususiyatiga ega. Shuningdek, muayyan vazifa yoki majburiyatning bajarilishi haqida hisobot bildirishnomasi amaliyotda raport deb ham yuritiladi. Bildirishnoma quyidagi uslubda yoziladi. Hujjat yo'llanayotgan rahbarning lavozimi va ism sharifi jo'nalish kelishigida yoziladi. Keyin esa bildirishnoma tayyorlagan shaxsning lavozimi va ism sharifi chiqish kelishigida yoziladi. Keyin matn sarlavhasi qo'yiladi. Pastidan hujjatning nomi yozib, undan keyin bildirishnomaning mazmuni yoziladi. Oxirgi qismda bildirishnoma tayyorlovchi xodim yoki rahbarning imzosi uchun joy, so'ngra hujjat taqdim etilgan sana yoziladi. Bildirishnoma zaruriy qismlari va yozilish shakli jihatdan xizmat ma'lumotnomalariga yaqin turadi. Farqi shundaki, ma'lumotnomada talab qilingan, so'ralgan voqea hodisa haqida axborot beriladi. Bildirishnomada esa voqea hodisalarni sanash bilan birga ularni keltirib chiqargan omillar tahlil qilinadi va tegishli xulosalar qilinib, takliflar aytiladi. Assalomu alaykum. Bilasizmi sahifasi yana siz bilan. Bilasizmi? Bitta daraxtni kesishdan qutqarish uchun taxminan 80 kilogramm chiqindi qog'ozni qayta ishlash kerak bo'ladi. Bilasizmi? Yevropadagi eng daraxtsiz mamlakat Buyuk Britaniya. U yerda o'rmonlar hududning atigi 6% ni egallaydi.
Avstriya dunyodagi eng toza davlatlar qatoriga kiradi. Olimlarning ta'kidlashicha, atrof muhit tozaligining asosiy sababi yirik korxonalarning yo'qligi va davlat hududini tog'lar va o'rmonlar o'rab olganligidadir. Bilasizmi? Chang inson organizmida to'planish xususiyatiga ega. U nafas olish va qon aylanish tizimida jiddiy muammolar keltirib chiqaradi. Bilasizmi? Daraxtlar tabiatning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, ularning asosiy ekologik foydalaridan biri kislorod ishlab chiqarish va karbonat angidridni singdirish jarayonidir. Bitta katta daraxt yiliga o'rtacha 120 kilogramm kislorod ishlab chiqarishi mumkin. Masalan, yetilgan 40 ta daraxt yil davomida bitta inson uchun zarur bo'lgan kislorod miqdorini ishlab chiqaradi. Sizlar bilan navbatdagi hafta so'ngigacha xayrlashaman. Omon bo'lasiz. Xodim ishga kelmasdan uzursiz yo'q bo'lsa, uni qanday tartibda ishdan bo'shatish mumkin? Mehnat qonunchiligiga qolaversa, mehnat tartibga soluvchi boshqa lokal normativ hujjatlar qoidalariga rioya qilish shart. Agar xodim o'z ish vaqtida uzursiz sabablarga ko'ra yo'q bo'lganligi, u mehnat intizomini buzganligini anglatadi. Mehnat qonunchiligi bo'yicha 161-modda 2-qismi 4 va 5-bandlari xodimni aybli qilgan xatti-harakatlari, shuningdek mehnat shartnomasi talablarini buzish, ichki mehnat tartib qoidalarini buzganligi sababli mehnat shartnomasini bekor qilish darajasiga bo'lgan intizomiy jazo chorasini qo'llashi mumkin. Agarda ichki mehnat tartib qoidalarida xodimni uzursiz sabablarga ko'ra o'z mehnat faoliyatini amalga oshirish joyida bo'lmaganlik, mehnat shartnomasi bir marta qo'pol ravishda buzish deb topiladigan holatlar kiritilgan bo'lsa, bu holatlarda xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilish darajasiga bo'lgan intizomiy jazo chorasini qo'llash uchun asos bo'ladi. Assalomu alaykum. Sun'iy intellekt. Bugun hayotimiz aynan sun'iy idrok bilan tobora bog'lanib bormoqda. Xo'sh, bu yaxshimi yoki yomon? Bugun shu haqida gaplashamiz. Bugun sun'iy intellektdan barcha davlat tashkilotlari xizmat davomida foydalanishlari zaruriyat keltirib chiqaryapti. Bir tomondan bu vaqtimizni tejaydi. Har qanday qiyin masalalarga ham yechim topishimizda ko'mak beradi. Soniyalar ichida har qanday savollarga javob topadi. Ammo aynan u dunyo hamjamiyatida qo'rquv keltirib chiqarmoqda. Nima uchun? Chunki sun'iy idrokning yaqin yillarda har sohada o'rnimizni egallashi kutilmoqda. Misol uchun, banklar, moliya tashkilotlari, ta'lim tizimida va tibbiyotda ham sun'iy idrokning o'z o'rni bor. Oddiy bir misol, bank tizimida hatto bank operatorlari o'rnini ham sun'iy idrok egallagan. Ya'ni ushbu noyob qurilma mijozlarga xizmat ko'rsatmoqda. Yoxud qo'limizdagi gadjetlar, dasturlari ham sun'iy intellekt boshqarmoqda. Jumladan Telegram, Facebook botlashtirilmoqda. Instagram, YouTube'larda chat place'lar xizmat ko'rsatmoqda. Tibbiyotda esa eng mushkul hisoblangan amaliyotlar ham sun'iy idrok yordamida amalga oshirilmoqda. Bunga keyinroq batafsil to'xtalamiz. Dastavval sun'iy idrok tarixiga nazar tashlaymiz. Sun'iy intellekt eng avvalo inson ongu tafakkurining mahsuli ekanligini unutmang. 1950-yilda tug'ilgan ingliz matematiki Alan Turing mashina fikrlay oladi degan edi. Borgan sari u fikr o'z kuchini ko'rsatmoqda. Misol uchun Google'da qidiruv bersak har qanday ma'lumot yoki manzillarni topishda bizga ko'maklashgan. Hozirgi paytga kelib esa inson bilan bir xil fikrlay oladigan serverlar paydo bo'ldi. Bu sun'iy intellektdir. Keyingi sonda biz sun'iy intellektning inson hayotidagi afzalliklari va zararlari xususida ma'lumot beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Hormang yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bizga asalariga dori kerak-da. Bo'ldi, to'g'ri kelibsiz-da. Bormi dori? Bor, marhamat. Uskunalarni qarang, aslida bu hazil edi. Biz Nodir akani boshqa tarafdan ko'rsatmoqchimiz. Qiziqayotgan bo'lsangiz bizni tomosha qiling. Keling, marhamat. Nodir aka, nimaga endi menga kiyg'iz bo'ysi kiymadingiz niqobni? Mani har doim arilar bilan ishlayman-ku. Mani hidimni bilib qolgan ular. Ko'chadan kelgan begona hidlarni sezadi. Men o'zi Buxoroda tug'ilib katta bo'lganman. Buxoroda ham dadam ari boqqanlar, faqat Buxoroda tog' yo'q, cho'l asali bo'lgan. Keyin bu yoqqa ko'chib kelganimizdan keyin qo'shnimiz
qo'shnimizni uyiga ikkita in ari ari kelib qoldi. Keyin adam ko'rgim kelyapti, shu arini ochib ko'rgim kelyapti deb shu ikkita inni ularga 4 ta qilib berdilar. 70 dan oshgan yoshlarida yana asal ari qilishni boshladilar. Demak, qaysidir ma'noda sizning dadangiz sizning ustozingiz ekan. Albatta, birinchi ustozim dadam. Endi bu pritsepda nechta asallar uyasi bor? Mana shunda hozir 76 ta in bor. Uni 2 ga ko'paytiramiz. Tepa tomondagilari 2 tadan qilingan, past tomondagi bitta. Shunda где-то 200 ta 100 qancha ham oila ketadi. Sovuqda ham asallarlar chiqib yuraveradimi shunaqa? Agar 10 gradusdan past bo'lsa chiqmaydi. 10 gradusgacha, 12 gradusgacha bo'lsa agar chiqaveradi. Endi bu qutilar nimaga har xil rangda? Arilar rang ajratadi, ha. Ular rangni rangli ko'radi. Agar mana shu ariga indamasangiz, kuchli atirlarni sepib kelmasangiz, oldiga alkogol ichimlik ichmasangiz, misol uchun chaqmaydi, ishi yo'q arini, odam bilan ishi yo'q. Asalari bekorchi jonzot emasda. Mehnat sevar deydi-ku, sharoit bo'lishi bilan tashqariga ishga chiqadi. Qaysidir bolalari uchishni o'rganadi mana. Endi qishlaydigan bolalar, oxirgi chiqqan bolalari hozir uchishni o'rganishi mumkin. Endi foyda qanday bo'lyapti? Asalarichilik bilan masalan ro'zg'or tebratib, bir 3-4 so'mlik bo'lish mumkinmi, yo'qmi? Foyda yaxshi. Ro'zg'or tebratyapmiz, to'y qilyapmiz, uy qilyapmiz, hali o'zbekchasiga aytganday. Kunimiz o'tyapti. Juda yaxshi. Mana shu arilar 200 taga yaqin oilamiz bu yil 5 tonnaga yaqin asal berdi. Nodir aka, asalarichilikdan millioner bo'lib ketsa bo'ladimi? Bo'ladi, nega bo'lmaydi? Bo'ladi. Ko'proq ish, tinimsiz mehnat, mas'uliyat talab qiladi. Arichilikni boshlayman deganlarga qanaqa tavsiyalar berardingiz? Birinchi o'rinda borib bitta arini chaqtirib ko'rish kerak. Aridan allergiyasi bormi, yo'qmi? Asalaridan allergiyasi bo'lsa, bo'lishi mumkin emasmi? Allergiyasi bo'lsa agar foydasi yo'q. Unga pul tikib qo'yadi, ari chaqsa ishib ketadigan bo'lsa agar, uni foydasi yo'q. Asallarning foydasi nimada? Masalan, asalari chaqib oldi dedik-a? Foydali asallarni chaqtirishadi, bilasizmi? Apiterapiya bor. 70 xilmi, 80 xil kasalga davo arini chaqishi. Asal ari mahsulotlari, asal, gulchang, pirga, propolis. Bu odamni oyoq uchidan boshlab tirnog'idan soch uchigacha davo desa mubolag'a bo'lmaydi. Hammasini o'zini bir xususiyati bor. Siz uchun asalarichilik nima? Men uchun asalarichilik endi hayot mazmuni desa ham bo'ladi. Mana tog' toshga chiqib ketamiz erta bahorda. Asablaring tinch, telefon ishlamaydi. O'zing bilan o'zing, arilaring bilan mazza qilib yurasan. Meni tabiatimga shu yoqdi. Farzandlaringizdan sizning kasbingizga qiziqadiganlar bormi? Ha, bor. O'zi bitta o'g'lim bor. Xudo xolasa u ham arichilik ham qilmoqchi. Boboman. Nevaram. Yosh bobo. Yosh bobo. 1,5 yoshar bo'ldi nevaram. U ham kelsa og'ziga asal yalatamiz darrov. Yalatmang, allergiya bo'ladi deydi qizim. Yo'q, qo'rqma. Asal bolani tinchlantiradi. Endi me'yorida bu degani qoshiqlab tiq degani emas. Nomiga berib hamma narsani me'yori yaxshi. Shunaqa. Men o'zimcha bir xilda aytaman-da, odamzod ham ariday bir nima deydi, kelishib, inoq bo'lganda edi, turmush boshqacha bo'lardi. To'g'ri. Asalarichilik ham bilim ekan-da. Bilimni talab qiladigan, o'qiydigan. Olding, arini qo'yding, asal keldi degan gap emas. Harakat qilish kerak, tushunish kerak, nima bo'layotgan jarayonni tushunish kerak. Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan Toshkent shahrida joylashgan tabiat go'zalligi hamda ilmiy tadqiqotlar uyg'unlashgan Manzil botanika bog'iga sayohat qilamiz. 60 gektardan ortiq maydonni egallagan botanika bog'i bugungi kunda Toshkent shahrining haqiqiy nafas oladigan qalbi. Bu yerda 4000 dan ortiq o'simlik turi mavjud bo'lib, Osiyo, Afrika, Amerika va Yevropa o'simliklar olami bir joyda jamlangan. Har bir daraxt, har bir barg tabiatning o'ziga xos musiqasidek chuqur ma'noga ega. Botanika bog'iga kirishingiz bilan go'yo boshqa dunyoga o'tib qolgandek bo'lasiz. Ayni kunlarda oltin tusdagi yaproqlar ustida yurgan inson o'zini nafaqat tinch, balki tetik his qiladi. Toza havo bu yerning eng katta boyligi. Bu toza havoni siz shunchaki nafas olish emas, uni his qilib ko'rishingiz mumkin. Shu bilan birga sun'iy ko'llar, kichik mikro iqlimlar yaratilib, issiq kunlarda shahardan 8 gradus farq qiladigan maxsus muhit hosil qilingan. Bog'dagi eng yoshi katta daraxt 82 yoshda, ya'ni 1943-yilda ekilgan. Qolaversa, bu yerda siz Toshkent shahridagi eng baland daraxtlarga duch kelasiz. Bu yerdagi ayrim daraxtlarning balandligi 41 metrni tashkil etadi.
Bu bog' bir necha yillardan beri ilm fan markazi sifatida ham xizmat qiladi. Bog' hududida 3 ta ilmiy laboratoriya mavjud. Bu yerda nafaqat sayr qilasiz, balki o'zingiz bilmagan ko'plab o'simliklar, nodir daraxtlar, noyob turlar bilan tanishasiz. Sokin tabiat, toza havo va oltin rangga burkangan kuzgi manzaralarga boy botanika bog'i dam olish kunlarida oila a'zolaringiz, yaqin do'stlaringiz bilan kelib sayr qilish uchun ayni muddao manzil. Barchangizni botanika bog'iga taklif etib qolamiz. Siyosiy ma'rifat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring.